Assalomu alaykum tinglovchilar. Falsafaning navbatdagi mavzusi etika deb nomlanadi. Mavzuni mohiyatini yoritish uchun biz bir nechta rejalarni shakllantirib olganmiz. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Birinchi rejamiz etika fanining predmeti, mohiyati va tuzilmasiga bag'ishlangan. Ikkinchi rejamiz axloqning paydo bo'lishi, diniy, ilmiy qarashlar tasnifi. Uchinchi rejamiz etikaning kategoriyalari, tamoyillari, me'yorlarining shaxs va jamiyat munosabatlarida namoyon bo'lishiga bag'ishlangan. To'rtinchi, ya'ni so'nggi rejamiz esa 21-asrda global ekosferaning yaratilishini zaruriyatiga bag'ishlanadi. Bugungi kunda yangi texnologiyalar, ijtimoiy o'zgarishlar, siyosiy va iqtisodiy masalalar, global muammolar, bularning barchasi etikaning ahamiyatini oshirib, uni yanada dolzarbligini ko'rsatmoqda. Etika nafaqat jamiyatda adolat va tenglikni ta'minlash, balki insoniyatning kelajagi uchun ham zarur bo'lib, yangi yondashuvlar va qarorlar qabul qilishda asosiy yo'l yo'riq bo'lib xizmat qiladi. Biz mavzuni yoritishdan avval etika so'zining etimologiyasiga nazar tashlashimiz zarur hisoblanadi. Etika yunoncha so'zdan olingan bo'lib, axloq, xulq, odob ma'nolarini ifodalaydi. Mavzuni yoritishdan avval etika so'zining etimologiyasiga nazar tashlasak. Etika yunoncha so'zdan olingan bo'lib, axloq, xulq, odob ma'nolarini ifodalaydi. Etika falsafiy fan hisoblanib, ijtimoiy ong shakllaridan biri sifatida axloqning kelib chiqishi, axloqiy tarbiyaning taraqqiyot bosqichlari, axloqning ilmiy nazariy asoslari, axloqning mezoniy tushunchalari hamda axloqiy tarbiya shakllarini o'rgatadi. Etika atamasini birinchi bo'lib qadimgi Yunon faylasufi Aristotel muomalaga kiritgan. Aristotel o'z davrida mavjud fanlarni ta'riflarkan, ularni 3 ta guruhga ajratadi. Nazariy fanlarga falsafa, matematika, fizikani, ijodiy fanlarga san'at, badiiy hunarmandchilik, amaliy fanlarga esa etika va siyosatni kiritadi. Shu tariqa etika falsafa doirasidan ajralib chiqib, mustaqil fan sifatida shakllana boshlaydi. Hozirgi vaqtda etika ijtimoiy falsafiy fanlar tizimida o'ziga xos o'ringa ega fandir. Etika, ya'ni axloqshunoslik, bu axloqning kelib chiqishi, mohiyati, xususiyatlari, jamiyat taraqqiyotidagi o'rni haqidagi fandir. U boshqa ijtimoiy fanlar singari o'z qonunlari, kategoriyalarga ega bo'lib, ular orqali o'z xulosalarini bayon qiladi. Axloq so'zi aslida arabcha so'z bo'lib, xulq atvor, yurish-turish, tarbiya degan ma'nolarni anglatadi. Hozirgi vaqtda bu tushuncha jamiyatning axloqiy hayotida yuz beradigan barcha jarayonlarning majmuini aks ettiradi. Jamiyatning axloqiy hayoti deb kishilarning ijtimoiy, siyosiy, huquqiy faoliyatida, oilasida va kundalik turmushida yuzaga keladigan o'ziga xos munosabatlar shakliga aytiladi. Axloq tushunchasini 2 xil ma'noda ko'rish mumkin. Axloq umumiy tushuncha sifatida etikaning tadqiqot obyektini anglatsa, yakka tushuncha sifatida inson fe'l-atvori va xatti-harakatining o'ziga xos ko'rinishini anglatadi. Xususan, odob, xulq-atvor ma'nolarida ham ishlatiladi. Aslida axloq va odob tushunchalari bir-biridan mazmun jihatidan farq qiladi. O'zbek faylasuf olimi Abdulla Shev o'zining axloqshunoslik kitobida ko'rsatishlaricha, odob inson haqida yoqimli taassurot uyg'otadigan, lekin jamiyat va inson hayotida u qadar muhim ahamiyatga ega bo'lmaydigan, milliy urf-odatlarga asoslangan chiroyli xatti-harakatlarni o'z ichiga oladi. Axloq esa jamiyat, zamon, insoniyat tarixi uchun namuna bo'la oladigan ijobiy xatti-harakatlar yig'indisidir.
Axloq inson va jamiyat o'rtasidagi obyektiv aloqadorlik tufayli kelib chiqadigan, har bir shaxsning hayoti va faoliyatini boshqaradigan, tartibga soladigan prinsip va normalar majmuidir. Axloq jamiyat hayotida bir qancha vazifalarni, ya'ni funksiyalarni bajaradi. Demak, bu funksiyalardan dastlabkisini ko'radigan bo'lsak, regulyativ funksiya. Regulyativ funksiyada axloqning asosiy funksiyasi mana shu regulyativ funksiya hisoblanib, bu funksiya shaxs, xizmat jamoasi, davlat va jamoat institutlari faoliyatini jamiyatda mavjud bo'lgan axloqiy normalar asosida boshqarib turishini anglatadi. Shu maqsadda bir qancha vositalarga tayanadi. Misol uchun bu axloqiy prinsiplar, jamoatchilik fikri, axloqiy avtoritet, an'analar, urf-odatlar va hokazo. Axloq nafaqat shaxs, balki butun jamiyatning ham xulq-atvorini boshqaradigan kuchdir. Navbatdagi funksiyasi informatsion funksiya. Bu funksiyada axloqiy bilimlar hosil qilishga qaratilgan bo'lib, axloqiy prinsiplar, normalar, kodekslar, ijtimoiy axloqiy qadriyatlar haqidagi informatsiya manbai hisoblanadi. Shu bilan birga odatiy va ekstremal vaziyatlarda, konfliktli va tang holatlarda axloqiy tanlov masalasiga e'tibor qaratiladi. Demak, axloq olamni, insonni, uning mohiyatini, hayotining ma'nosini anglashga yordam beradi. Navbatdagi funksiyasi axloqning tarbiyaviy funksiyasi hisoblanadi. Har qanday tarbiya tizimi bu eng avvalo axloqiy tarbiya tizimi hisoblanadi. Axloqiy tarbiya, axloqiy norma, odat, an'ana, umumiy xulq-atvor namunalarini aniq tashkiliy tizim holiga keltiradi. Axloqiy bilimlarni axloqiy ishonch-e'tiqodga aylantiradi hamda o'sha konkret vaziyatlarda axloqiy bilim va ishonch-e'tiqodni qo'llashda ijobiy yondashuvga o'rgatadi. Demak, axloq nafaqat norma va qoidalarga rioya qilishni, balki o'z-o'zini nazorat qilishga ham o'rgatadi. Etikaning boshqa ijtimoiy falsafiy fanlardan farqi shundaki, u aksiologik xususiyatga ega. Ya'ni axloqiy bilimlar insoniy munosabatlar va ijtimoiy voqelik hodisalarini baholash asosida vujudga keladi. Bu baholashning asosiy mezoni kishilarning nima yaxshi-yu, nima yomonligi haqidagi tasavvurlar hisoblanadi. Bunday baholash ham jamiyatga, ham alohida shaxslarga xos jihat hisoblanadi. Shu tariqa axloqiy qadriyatlardan ijtimoiy va individual tizimlar vujudga kelishini ko'rishimiz mumkin. Demak, umuman olganda bu tizimlar bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, har bir insonda u turlicha namoyon bo'lishi mumkin. Shaxs faoliyatida ijtimoiy qadriyatlar tizimi ustun bo'lsa, ijtimoiy hayotda u faol ishtirok etadi. Uning dunyoqarashida jamoatchilik tamoyili ustun bo'ladi. Aksincha bo'lsa, inson o'zining shaxsiy manfaatlarini ustun qo'yadi yoki o'sha dunyoqarashda individualizm prinsiplari ustun bo'lib qolishi mumkin. Aslida axloqiy ideallar, tamoyillar va normalar kishilarning adolat, insoniylik, ezgulik, yovuzlik, ijtimoiy farovonlik haqidagi tasavvurlardan kelib chiqqan. Bu tasavvurlarga mos keluvchi xatti-harakatlar axloqiy deb, zid keladigan xatti-harakatlar axloqsizlik deb e'lon qilingan. Boshqacha qilib aytganda, kishilar fikricha jamiyat va shaxs manfaatlariga mos keladigan, insonlar uchun foydali bo'lgan xatti-harakatlar axloqiylikdir. Albatta, bu tasavvurlar tarixiy taraqqiyot davomida o'zgarib borgan, turli xil sinflar, ijtimoiy guruhlarda turlicha bo'lgan. Bugungi kunda falsafiy fan sifatida
3 yo'nalishda ish olib boradi axloqshunoslik. Ya'ni bu birinchisi axloqni bayon qiladi, ikkinchisi tushuntiradi va uchinchisi esa o'rgatadi. Shunga ko'ra u tarbiyaviy bayoniy, falsafiy nazariy va mezoniy me'yoriy tabiatga ega. Qadimgilar uni bekorga, ya'ni bejizga amaliy falsafa deb atamaganlar. U insoniyat o'z tajribasi orqali erishgan donishmandlik namunalarini turli xil hikmatlar, naqllar, matal, maqollar tarzida bayon etadi. Kishilarni axloqiy qonun-qoidalarga o'rgatadi. Ularga axloqning mohiyatini tushuntiradi hamda o'sha insonlarni falsafiy xulosalar chiqarishga chaqiradi. Ya'ni axloqshunoslik demak bu yerda umuman axloqshunoslik fanida Aflotun, Arastu, Epikur, Sitseron, Augustin, Farabiy, Ibn Sino, G'azzoli, Nasafiy, Spinoza, Kant, Hegel, Schopenhauer, Feuerbach, Nietzsche, Solovyov singari buyuk faylasuf va ijodkorlar yaratgan axloq nazariyasiga doir ta'limotlar bilan birgalikda Panchatantra, Qutadg'ubili, Hobisnoma, Sa'diyning Guliston, Jomiyning Bahoriston, Navoiyning Mahbubul Qulub, Moterning Tajribanoma, Laroche-Foucaultning o'sha hikmatlar, Gulxaniyning Zarbul Masal kabi axloqqa bag'ishlangan asarlari ham o'z mustahkam o'rniga ega. Axloqshunoslikning boshqa falsafiy fanlardan farqi ham o'ziga xosligi ham undagi nazariya bilan amaliyotning ana shunday omuxtaligi, ya'ni o'sha birikishini nazarda tutadi. Keling endi o'sha axloqshunoslikning boshqa ijtimoiy falsafiy fanlar bilan aloqasini ko'rib chiqamiz. Ayniqsa uning estetika bilan aloqasi qadimiy va o'sha o'ziga xos jihatga ega hisoblanadi. Avvalo bu yerda aytishimiz mumkinki, insonning har bir xatti-harakati va niyati ham axloqiylikka, ham nafosatga tegishli bo'ladi. Ya'ni muayyan ijobiy faoliyat ham ezgulik, ham nafosat, ya'ni o'sha tashqi go'zallik xususiyatlarini o'zida mujassam etgan bo'lishi mumkin. Shu bois faylasuflar Suqrot, Aflotun, Farabiy singari demak qadimgi faylasuflar ko'p hollarda axloqiylikni ichki go'zallik, nafosatni esa tashqi go'zallik tarzida talqin etganlar. Bundan tashqari ma'lumki, san'at nafosatshunoslikning o'sha asosiy tadqiqot obyekti hisoblanadi. Har bir san'at asarida esa axloqning dolzarb muammolari ko'tariladi. Bu yerda san'atkor doimo o'zi yashayotgan zamonda erishilgan eng yuksak axloqiy daraja va unga o'zini munosabatini badiiy qiyofalar orqali bevosita yoki o'sha bilvosita aks ettirishini ko'rishimiz mumkin. Ayni paytda bu ikki fanda ba'zan bir tushunchani o'sha ikki xil ko'rinishini ham uchratishimiz mumkin. Demak, o'sha estetikadagi ulug'vorlik tushunchasi axloqshunoslikda qahramonlik tarzida tasvirlanishini ham guvohi bo'lishimiz mumkin. Shuningdek, estetikada o'sha ildizi axloqshunoslikka borib taqaladigan inson axloqiyligi darajasi bilan bog'liq xulqiy go'zallik degan tushuncha ham mavjud. Demak, estetika o'rganayotgan har bir badiiy asar ayni paytda ma'lum ma'noda axloqshunoslik nuqtai nazaridan ham tatbiq etilayotgan bo'ladi. Axloqshunoslik va dinshunoslikning aloqadorligini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda har ikkala fan ham bir xil muammo, axloqiy mezon muammosini hal etishga qaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Chunki umumjahoniy dinlar vujudga kelguniga qadar mavjud bo'lgan ma'lum urf-odatlar va qadriyatlar muayyan diniy qonun-qoidalarga, muqaddas diniy kitoblarga yoki o'sha
boshqa bir diniy manbalarga kuchli ta'sir ko'rsatganligini ko'rishimiz mumkin. Ayni paytda dinlar ham axloqqa ana shunday ta'sir o'tkazgan. Jumladan, misol uchun islom dinini oladigan bo'lsak, Qur'oni Karim, hadisi sharif, ijmo va muayyan fatvolardagi mezonlar hamda talablar musulmon sharqiy millatlari axloqiy darajasining shakllanishida katta ahamiyat kasb etgan. Tasavvuf ta'limotini esa o'sha rosmana islomiy axloq falsafasi deyish mumkin. Shuningdek, komil inson muammosi har ikkala fan uchun umumiy hisoblanadi. Farq shundaki, axloqshunoslik bu muammoga zamonaviy tarbiya nuqtai nazaridan yondashganligini ko'rishimiz mumkin. Axloqshunoslik va huquqshunoslikka ham to'xtaladigan bo'lsak, bu ikkala fan ham mustaqil bo'lganligi bilan, lekin bir-biri bilan bog'liqligini o'zi ham uzoq tarixga ega. Ma'lumki, juda ko'p hollarda axloq me'yorlari bilan huquq me'yorlari mohiyatan va mazmunan bir xil bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Shunga ko'ra, axloqni jamoatchilik asosidagi huquqni esa qonuniylashtirilgan axloq deb atash mumkin. Axloqshunoslik bilan huquqshunoslikning tadqiqot obyektlari ko'p jihatdan o'xshash. Ular faqat yondashuv usuli nuqtai nazaridan bir-biridan farq qilishi mumkin. Ya'ni huquq me'yorlarining bajarilishi odatda o'sha maxsus adliya idoralaridagi o'sha lavozimli kishilar orqali, majburiy sanksiyalar vositasida va o'sha umuman huquqni muhofaza qiluvchi organlar yo'li bilan bu narsaga o'sha yo'l qo'yiladi. Axloq me'yorlari esa umumiy qabul qilingan milliy urf-odatlar, jamoatchilik fikri yordamida alohida belgilangan kishilar tomonidan emas, balki muayyan ijtimoiy guruh, jamiyat tomonidan amalga oshiriladi. Umuman shuningdek, huquqshunoslik kasbi uchun muhim bo'lgan amaliy axloq jihatlarini axloqshunoslikning huquqshunos odobi deb ataladigan maxsus sohasi tadqiq qiladi yoki o'sha unga tavsiya berishini ko'rishimiz mumkin. Axloqshunoslikning pedagogika bilan aloqasini ko'radigan bo'lsak, axloqshunoslik pedagogika bilan juda ham chambarchas bir-biriga bog'liq sohalar hisoblanadi. Pedagogikadagi shaxsni shakllantirish, tarbiyalash, ta'lim berish jarayonlarini biz pand nasihatlarsiz, odobnoma darslarisiz tasavvur qila olmaymiz. Shu bois axloqshunoslik o'zining nazariy va ayniqsa o'sha amaliy jihatlari bilan pedagogikaning asosi hisoblanadi. Ma'rif tizimidagi ta'lim-tarbiya o'zini har qadamda axloqiy tarbiya sifatida namoyon etib borishini biz o'sha hayotda ko'rishimiz mumkin. Axloqshunoslik va ruhshunoslik bu qadimdayoq axloqshunoslikning ruhshunoslik, ya'ni psixologiya bilan aloqasi alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Bu ikkala fan kishilar xatti-harakati, fe'l-atvori va mayl-istaklarini o'rganadi, lekin bu o'rganish ikki xil nuqtai nazardan olib boriladi. Ruhshunoslik u yoki bu xatti-harakat, fe'l-atvor, sababiy asoslarning ruhiy tabiati va shakllanish shart-sharoitlarini ochib bersa, axloqshunoslik esa ruhshunoslik tatbiq etgan hodisalarning